Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nursul kanalini ashaddiy kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar. Mana bugun xudo xolasa paytig'imizda Olmazor ko'chasidagi obyektimiz tugabdi. Mana pashtaga oxirgi kun, bugun jicha betonimiz qoldi. Quyib bo'lay deb qolishdi ustalar. Preyslarimizni ko'ryapsizlar. Bu yerda ikkita gulli ustun tushadi. Rimsurlar xudo xolasa. Bu koridorimiz. Bu yerda ikkita xona, naryoqda 3 ta xona joyimiz bor bo'lyapti aziz obunachilar. Bu yerda bitta перегородка bor. Ustalar mana ajratib qo'ydi. Endi bu yerga перегородкani armatura quyishib qo'yadi. Aziz obunachilar, bu yerda buni oddiy shag'alda qo'yapmiz. Bu yerga ham ko'ryapsizlar, apalaka, mishalka hamma yo'g'imizdan kelganmiz. Ishlarimizni baho berib ko'rasizlar. O'ta go'zal, chiroyli, ideal bo'lib chiqyapti. Xudo xolasa kolonnalar hamma yo'g'i chotki bo'lib baylanib, o'rnida qo'yilib, bir etajli binoyimiz aziz obunachilar. Betonimiz, padojimiz 60 ga 40 va tepasi lentishnisi 60 ga 40 bo'lyapti. Bu joyimizda padojlarni kavlab, armaturalarni to'qib, hamma yo'g'ini qildik. 220 ming so'mdan dogovor bo'lgan. Betonimizni 1 metr aziz obunachilar. Kimdadir shunday xizmatlar bo'lsa, ekranda nomerlarga aloqa chiqarasizlar. Noldan boshlab tez va sifatli qilib uylarni bitkazib beramiz.